Bolalarni o'zi haqida "Man ovqat yedim, man suv ichdim" yoki "Man qayergadir borib keldim" deb gapirishi 3 yoshdan keyin norma bo'ladi. 3 yoshgacha bolaga biz ruxsat beramiz o'zi haqida 3-shaxsda gapirishiga. Masalan, kim bu ishni qildi desa, Bobur qildi deb o'zini ismi bilan aytib 3-shaxsda gapirishiga 3 yoshgacha ruxsat beramiz. 3 yoshdan keyin u o'zini tanasini, o'zini atrofda his qilishi va harakatlari nimaga olib kelishi, tanasini harakatlantirishi nimaga olib kelishi yoki atrofdagilar bilan bo'lgan munosabatlari shakllangan bo'ladi va shu holatda bola o'zi haqida "man" deb ayta olishi kerak. Ya'ni "Man ovqat yedim, man suv ichdim, man qaysidir ishni bajaraman" deb to'liq ayta olishi kerak. Agar farzandingiz 3 yoshdan keyin o'zi haqida 3-shaxsda gapirsa, demak bu rivojlanishda bo'layotgan qanaqadir muammolardan dalolat beradi. Mutaxassislar bilan konsultatsiya qilishingizni maslahat beraman.